Assalomu alaykum sizlar. Bugun sizlar bilan quyidagi formula isbotini ko'rib o'tamiz. Demak, ixtiyoriy trapetsiyada diagonallar 90 gradusga kesishib qolsa, mana bu formula o'rinli. Ya'ni asoslar yig'indisi diagonallar kvadratini yig'indisini ildizidan chiqarilganiga teng. Ya'ni d1 kvadrat plus d2 kvadratni ildizidan chiqarilganiga teng. Ya'ni diagonallarni kvadratni qo'shib ildizidan chiqarganimiz a plus b ga teng bo'ladi. U qanday bo'ladi? Birinchidan bd diagonalni o'z-o'ziga parallel qilib chap tomonga suramiz. Ya'ni shunda b nuqta a ga ko'chadi. Mana bd diagonal chapga qarab surilgandan keyin mana bunday suriladi. B nuqta hozir A nuqtaga ko'chdi. Buni davom ettirib qo'yamiz o'rtoqlar. Yani davom ettiradigan bo'lsak, qandaydir F nuqtaga keldi deymiz. Endi qaranglar. Hozir BD bilan AF bir-biriga parallel va o'zaro teng. Ikkalasi bir-biriga teng. Eslab qolasizlar. Endi AB bilan FD ham parallel. Chunki trapetsiyada AB bir-biriga parallel turadi ikkita asos. Shunda AB kesma bilan hozir FD ham parallel bo'ladi. O'rtoqlar, shunda bu A bo'lsa, mana buni ham A liga kelib chiqadi. Endi o'rtoqlar, mana bu hozir AF kesma bilan BD kesmani bir-biriga parallelligidan va mana bu burchak 90 gradus bo'lishidan A uchidagi mana bu burchagimiz ham o'rtoqlar 90 gradus bo'ladi. Tushundinglar? BD bilan AF ni parallelligidan mana bu 90 bo'lsa, bunisi ham 90 bo'lishi shart. Shunda AFC mana uchburchagimiz bor-ku, AFC uchburchagimiz to'g'ri burchakli uchburchak, ya'ni 90 gradus bo'lgandan keyin to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi o'rtoqlar. To'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasi ishlaydi. Gipotenuza bizda A plus C, A plus B bo'ladi. Demak, A plus B ning kvadrati, gipotenuzaning kvadrati teng o'rtoqlar. Bitta kateti AC bo'ladi. AC ning kvadrati plus ikkinchi katet AF bo'ladi. AF bilan BD ning tengligidan AF kvadratini joyiga BD ning kvadratini qo'yib yuborish mumkin. Ikkala tomondan ildiz oladigan bo'lsak, A plus B teng bo'ladi. Ildiz ostida AC ning kvadrati plus BD ning kvadrati. Ya'ni ikkita diagonalni kvadratini qo'shsak va ildizdan chiqarsak A plus B. Ya'ni trapetsiya asoslari yig'indisi chiqar ekan. Tushunarli bo'lgan umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.